o'zi nima bu yoqqa chaqirding meni? Anadam ishxonalar, mashinalari ham shu degan. Mashinalari, catering. Nima degani bu? Bu yerda gilam pardalarni yuvib berishadi, mebelisi joyida turgan holatda yuvib topshirishadi. Faqatchi, mendan bitta qizlariman, ko'p savol berishlari mumkin. Yaxshilab javob bering, xo'p. Unda bitta qiz bo'lsang, yolg'iz kuyov bo'larkanman erkatoy. Shunaqa. Bo'pti, sen borur, ma'dilani bir bopli. Mayli, yaxshi bo'ling. Ha, gramni shikast xizmati egasiga olib borlaring, tushunlaringmi? Bo'pti. Ya, assalomu alaykum, otaginam, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi, tinchmisiz? Va alaykum assalom. Kimsan sen o'zing? Men sizni bo'lajak kuyovingizmi? Uchrashgan dushuvda oldingizga savol javobga kevra qoldim. Ha. O'zing nima ish qilasan? Menmi? Men kirakashvand odam. Ha, ani Spark sanikimi? Spark meniki, ishxona siznikimi? Ha, bo'pti, yur unda. Parda, adiyor, gilam. Ashlar hammasini yuvib, tozalab upakovka qilib klientga olib beramiz. Bu joylar hammasi siznikimi? Bilasiz-ku, bu texnika Amerikadan keltirilgan. Buni ichiga qo'shilgan mahsulotlar Turkiya, Dubay. Sami gilamni sifatga ahamiyat beramiz. Sifat birinchi o'rinda biz uchun. Catering faqat sifat uchun ekanda. Bu averli. Bu titrib ketgan joylarini tikib, chiroyli qilib berishadi. Uy joylarga to'g'ri kelmasa kesib, chiroyli qilib joylarini ham tikib berishadi. Sami gilamni sifatda yo'q. Gap sifatda bo'lsa, shu joylar rostdan siznikimi? Mana shu joylarni kuyov bola 8 yildan beri boshqarib kelaman. Hali bironta mijoz menga olib kelmagan. Sami gilamni sifatda. Sifatli bo'lsa ushlaymiz. Ha, bitta qiz bo'lgandan keyin men boshqaraman bu o'tlarni. Albatta, buni hali vaqt ko'rsatadi. Aka o'zi yana bitta bozor chiqdi. Qaynatamga ham hayronman. Menga bu joylarni xo'jayin qilib bermoqchi edi. Xo'jayin emas, dastlabki qilib qo'ydi meni.